Ota-onaga uf dema. Uf so'zining ma'nosi sandan to'ydim degan ma'noni bildirar ekan. Subhanalloh, tasavvur ota-onaga uf degan ma'nosi sandan to'ydim degan ma'noni bildirar ekan. Qarang, ham uf deyishlik eng pastki daraja ekan. Unga gap qaytarma, unga xo'mrayib qarama. Doim xizmatda bo'l, xo'mrayib qarama. Har qanday muammoing bo'lsa ham oldida tabassumda tur. Ota-ona bizga berilgan eng katta omonat va eng qadrli narsamiz ekan. Ota-ona qarigan paytda doim xizmatda turish kerak ekan. Bu xizmatga yaramay qoladi, bir ishga yaramay qoladi. Doim ularning holidan xabar olishimiz kerak ekan. Inson o'z yoshi o'sgani sari eskirgan sari eskiradi deydi-ku. Ota-onaning qanday qadrli ekanligini, ota-onaga xizmat qilishlik qanday fazilat ekanligini sekin-sekin bilaveradi.